Ozish uchun oshqozon operatsiyasi kuni keldi. 26-sentyabr kuni meni voqeli uyg'otib, EKG, kardiolog, terapevtlardan o'tkazishdi. Hammasi yaxshi bo'lgandan keyin bo'ldi, operatsiyaga tayyorlaning, yaxshi kayfiyatda deyishdi. Kayfiyatim xo'jayinim kelib ko'tardi, to'g'rog'i to'lab olib keldilar. Operatsiyaga nima deb kuzatdilar bilasizlarmi? Xo'jayinim mabodo login parollarni tashlab ketdi. Yig'laymi, kulaymi? Xullas, ketgunlaricha rosa kuldirib kulishib oldik, lekin bitta o'zim qolganda operatsiyadan 5 minutmi, 3 minut qolganda shunaqa yig'ladim, qo'rqib. Men bitta shu narkoz meni ikkilantiryapti. Ozgina ko'zimga yosh kelib ketadi, shuni desam, o'zim ushamanman, chunki baribir любой lечениеda yaxshi kayfiyat kerak, yomon narsani o'ylamaymiz. Lekin bu videoni ko'rganingizda sizlar уже operatsiyadan chiqqan bo'laman. Inshaalloh shu storieslarni qo'yish nasib qilsin. Agar qo'ya olsam alhamdulillah deyman. Videoni montaj qilib o'zim yana yig'lavordim. To'g'risi o'sha payt balkim xayrlashadigan bu xat yozib ketayman deb ham o'yladim. Lekin yo'q dedim, yozmaysan, salolsanki. Chiqasan dedim o'zimga o'zim. Shu bilan operatsiya boshlandi, narkoz qilishdi. Narkozda umuman hech qanaqa muammo bo'lmadi. Operatsiyani O'zbekistonning eng zo'r doktorlari, doktor Teshayev Oktyabr bilan Nozimat Xamovich qilishdi. Ular aynan Jhukovskiy больницаga master-klass qilib o'tkazib berishdi. Bu yerdagi doktorlarning opitini oshirish uchun. Shu sabab men Jhukovskiy больницада yotdim, частный klinikaligida emas va sharoitlari mana shu master-klass hisobiga operatsiya menga ancha arzon tushdi. O'zi 3-4 ming dollar atrofida bo'lar ekan. Bunaqa professionallar bu operatsiyani qilishsa, menga 1,5 ming, 2 ming dollar atrofida tushdi. Undan oshmadi. Operatsiyadan keyin srazu reanimatsiyaga olishdi. Narkozdan chiqayotganda qiynaldingiz deyishyapti, lekin men o'zim eslolmayman. Rosa janjal qilganmishman. Nima deb janjal qilganimni bilmayman. Aytib berishmadi. Meni o'zimni o'sha birinchi kun sezgan narsam bu kuchli og'riq bo'ldi. Kuchli dorilar qilishdi. Reanimatsiyadagi bir kunim xuddi 7 kundek o'tdi. Eng qiyin davr o'sha bo'ldi. Keyingi kunlarimni ko'rishni xohlasanglar, menga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yinglar. Sizga rostdan qiziq bo'lsa, reabilitatsiya vaqtimni ham qo'yib boraman.